Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni juda yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, xudo xolasa yana bir yangi obyektimizni boshlab oldik. Tomga penalonboz quyish xizmati. Hozirgi bu obyektimiz ham Andijonda bo'ldi, Oltinko'ldamiz. Shu 160 kvadrat joyimiz bor mana. Kelib ishni boshlab oldik. Hozir bir qator mana tayyorlash jarayoni, materialni tortib, gipslarni olib, xudo xolasa quyishlarda ham, quyib bo'lganimizdan keyin ham chiroyli qilib videolar qilib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Shu ekranda nomer qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Sifatli mustahkam qilib qo'yib beramiz. Mana do'stlar, ish jarayonini ham boshlab oldik. Materiallar tashab, vassalid ustiga shelipkani. Bu tarafdan ukalarimiz ham gipslarni olishyapti. Xudo xolasa ishimizni boshlab oldik. Video davomida yanada quyishlarni, batafsilroq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bittadan layklab bosib, badisha qilib turasizlar. Bu obyektimizga mana 7 sm qilib quyganmiz. 1-2 sm plus minusida quyapmiz. Zo'r holatda chiqyapti. O'zingizga mana ko'rinib turgan razmerlari. Yaxshi chiroyli holatda chiqyapti. Bir boshdan quyib boryapmiz razmerini chiqarib. Shu mahsulotimizni boshida ko'rib turganlaringiz shuni suyuq holatda quyamiz. Bu mahsulotni qatishiga 10 minut vaqt kerak bo'ladi. 10 minutdan so'ng ustida bemalol yursiz bo'ladigan daraja bo'ladi. Faqat o'zini toza holatda qurib ketishiga shu 1 oy, 1,5 oy vaqt kerak bo'ladi. Buni quyganimizdan so'ng bemalol tom ustalari ertasidan ishini qilaveradi. Patologiyachilar ham kelib ertasidan bemalol ishini bitiraveradi. Mana do'stlar, bu obyektimizni ham quyib tugatib oldik. Zo'r holatda chiqdi, uydagilarga ma'qul. Mana urvinga quyilgandek bo'lib qoldi o'zi. Bizning manzil Farg'ona, Oltiariqdanmiz. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Sifatli, xuddi shuni ko'rib turganlaringizni mustahkam qilib qo'yib beramiz. Yani ustida bemalol oyoq izlari ham chiqmayapti, mana ko'ryapsizlar. Yorilishi yo'q, bemalol ustida yuribman. Zo'r holatda chiqdi. Ushbu videomiz kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lib, like tugmachalarini bosib, badisha qilib turasizlar. 2000 ta bo'lishimizga 50 dona qoldi. Qo'llab-quvvatlab borasizlar do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat barchaga. Salomat bo'linglar.